Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammaga bugungi kun muborak bo'lsin. Hormanglar, tinchmisizlar, salomatmisizlar? Biz ham ishni boshlab oldik. Tovuqxona, hamma tovuqxona cho'jalarimiz to'la. Sotiladigan tovuqlarimiz tayyor bo'ldi. Tarqatishni boshlayapmiz. Hop. Cho'jalarimizni bugun mana letniy tomonga ochdik. Chiqishni boshlashdi. Lo'min senda cho'jalarimiz. Yumurta vaksinasini qildirdik. Uni video qilgani bo'lmadi. Bu chekkaroq joyda qizlar o'zi kelib qilib ketdi. 35 kunlik bo'lishdi. Og'irroq vaksinasini qildirib qo'ydik. Bitta hammasi makyon. Mana bularga ham hali zakaz olishni aytmadik. Mana olishni boshlayveramiz. Qabul qilaveramiz. Asta-sekinlik bilan. Senda jo'jalarimiz. 7 muchali sog'. Betlarni raza dezinfeksiya qildirib, qirdirib, hamma yo'qdi. Pokiza qilib, keyin olib ketdik. Bu shahardagi joyimizda edi, toshib oldik. Toshigan videomizni ko'rsatganmiz. Nasıl sursatda bile? Bugun mana bu yoqqa chiqishdi. Toza havoga. Salomat bo'linglar. Manzil Qo'qonda, Vodiyda. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Salomat bo'linglar.